navbatda o'sha Louis Vuitton sotadigan siz diler bo'lishasiz. Aslida. Yoki firmangizni nomini yozish kerak. Biz nomimiz YTT ochilgan, masalan, mana Tursunov Qurbon YTT. Tursunov Qurbon YTT yozish kerak. Tagiga kichkina qilib Nike yozish mumkin. Qonun qo'yib shunday. Katta qilib Nike yozish uchun Nike'ni ruxsatini olish kerak aslida. Mayli bunga ham qaramayapmiz. Lekin 1 kvadrat metr agar oziq ovqat sotsa, yegulik narsa sotsa, 1 kvadrat metr bepul. 2 kvadrat metr bepul. 2 kvadrat metrgacha reklama olsa bepul. Agar u harflik bo'lsa, ya'ni arak yonadigan harflik bo'lsa, ikkinchi kvadratidan ziyod o'sha pul turadi. Ya'ni 3 kvadrat. 1 kvadratga pasport qilib olish kerak bo'ladi. Pul turadi 1 oyiga 39 ming so'm. Agar banner bo'lsa, o'sha 3 kvadrat harflik emas, bannerlik bo'lsa, u shunaqa. Lekin unga pasport qilib shu o'sha napis, o'sha yozuv shu binoni fasadiga to'g'ri keladimi deb yagona darchaga murojaat qilish kerak va uni ko'rsatish kerak. Buni qurilish boshqarmasi bu to'g'ri keladi. Tili to'g'ri keladi. Biron bir toshli narsa yozilmagan, masalan. Mana birinchisi nima nuqtai nazardan? Haqorat so'zlayman. Ikkinchisi nima deydi ana bu shu fasadga to'g'ri keladi. Agar bo'lsa biz uni ruxsat qilib beramiz, пожалуйста, 39 ming 1 kvadrat metr to'lash mumkin. Agar ortiqcha bo'lsa 39 ming. Mana sizga bu fasad qildi yangi, reklama berdi. Ana endi ofisni zdanisini ko'rsatdi. Ofisni zdanisi. Xuddi shunaqa zdaniyaga katta qilib qip-qizil qilib yozdi. Banner bilan. Misolda agar shu ham tadbirkor. Bu ham tadbirkor bo'lsa, reklama qo'yib yarashish kerak. Yo'q, shu eng yarqin ranglar, shu eng qip-qizil, ko'm samsariq kirdicholarni hozir ko'rdim. Rozni bor. Granitni ustiga rozni banner qo'yish. Birinchi granitdan qilingan. O'zi shu tashqi reklama nima? Tashqi reklamani nima qiladigan ofisi o'sha. O'zi o'sha narsani qiladi shaharda. Masalan, siz tadbirkorsiz, borib o'shaga zakaz berasiz. O'zinikini ko'rsangiz agar strashda. Lekin nima hokimiyat tadbirkorlarga qarshi bo'lgan nima holat kiritadi. O'sha uchun men sizlarni yig'ib biz qarshi emasmiz, lekin tartibli bo'lsin. Hamma narsani o'tkazamiz. Yonadigan reklama. Bu narsa 1 kvadrat metrdan katta bo'lsa, pasport rasmiylashtirish kerak. Buni aytdilar. Agarda pasport rasmiylashtirilmagan taqdirda bu borada hokimlik tomonidan ular ogohlantiriladi, yozma shaklda ogohlantirilishi kerak bir nafarda. Keyin bir hafta muddat o'tgach agarda olmasa, bu narsani majburiy tartibda demontaj qilish bo'yicha raqobat boshqarmasi ularga xatnoma murojaat qilinadi. Raqobat boshqarmasi qarori bilan bu narsa o'sha demontaj qilish bo'yicha, o'sha reklamani demontaj qilish bo'yicha qaror chiqariladi. Agarda mana shunga ham 3 kun ichida qilmagan taqdirda, keyin bu sud tartibida majburiy demontaj qilinadi hamda ham mana shu mulki o'sha reklama ko'radi, shitlari boshqalari mana shularda konfiskatsiya qilinadi. Ya'ni qaytarib bermaslik kerak. Qaytarib bermaslik kerak, ham jarima ham tortiladi. Jarimaga tortiladi. Biz aytayapman-ku, biz tadbirkor просто uni o'rnidan demontaj qilib pulga beramiz. Narsa qilyapmiz, narsa jarima qilyapmiz, narsa o'sha narsasini sindirib beradi. Qanday bo'lsa shunday olyapmiz, buni oling. Agar shu reklamangizga ruxsat olib bilsangiz, shuni qaytib qo'ying. Yo'q, bunga agar reklamaga ruxsat bo'lmasa, olasiz, boshqa zakaz qilasiz. O'sha modelni qanday qilib ko'rsatgansiz, loyihasida o'sha narsa bo'lsin deb aytamiz. Bu birinchisi, nima aytganim, 2 kvadratdan ziyod bepul faqat oziq-ovqatga. Agar kiyadigan narsa sotsa, oshxonalarga o'sha iste'mol qiladigan narsaga 2 kvadrat. Qolgan magazinlarga 1 kvadratni qolgani pul.